kim aytdi to'g'ri ovqatlanish hammasi bemaza deb mazaligini hozmasligi ko'rsataman. To'g'ri ovqatlanish juda ham qiyin va faqat qaynatilgan guruch, qaynatilgan tovuq, qaynatilgan grechkadan iborat deb o'ylasanglar, juda ham adashasizlar. Men sizlarga hozir to'g'ri ovqatlanishni dodi yechimini ko'rsataman. Ketdi. Bu uchun shunday Foodmoodga telefon qilasizlar-da, xuddi shunaqa boksni qabul qilib olasizlar va ichida mana shunaqa 25 ta juda ham mazali va eng asosiysi juda ham organizmga kerak bo'lgan to'g'ri ovqatlanish retseptlari bor. Endi bu qanaqa ishlashini ko'rsataman sizlarga. Shundoq kartochkani olasizlar, orqasidagi QR kodiga shundoq telefoninglarni qo'yasizlar va sizni avtomatik tarzda YouTube kanaldagi retseptlarga o'tkazadi. Kartochkada taomning nomi va ketadigan masalliqlari va eng asosiysi bu taom sizga necha kilokaloriya organizmingizga, oshqozoningizga qo'shishini ko'rsatishgan. Bu retseptni tayyorlanish usuli esa to'lig'ona YouTube kanalida ko'rsatilgan. Zo'ra endi nima pishirsam ekan, nima yesam ekan deb boshingizni umuman og'ritib o'tirmaysiz. Hammasini sizlar uchun Foodmood tayyorlab qo'ygan. Endi eng asosiysi shtirga keladigan bo'lsak, ikki xil tarif bor. Birinchi tarifda 25 ta juda ham foydali va mazali retseptlar to'plami arzimagan 479 ming so'm. Ya'ni har bitta retseptingiz arzimagan 19 mingdan aylanadi. Endi ikkinchi tarifga o'tamiz. Ikkinchi tarif esa bu mazali taomlardan tashqari sizlarga sport mashg'ulotlarini professional trener o'rgatib ko'rsatib boradi. Qani, uni narxi esa arzimagan 679 ming. Vahma qilmanglar, chunki sizlarga bir oylik ovqatlanish hammasi ketma-ketlik bilan yozilgan va undan tashqari bir oyda qancha masalliq ketishini ham yozib qoldirishgan. Zo'ra, menga bu idea juda ham yoqyapti. Sizlar ham o'z organizmingizga befarq bo'lmasangiz, hoziroq telefon qiling va shu boksdan xarid qiling. Soni chegaralangan, esdan chiqarmanglar. Yana bitta qulayliklardan bittasi bu hamma narsa laminatsiya qilingan. Ya'ni shunday oshxonaga qo'yib qo'yasizlar, ovqat tayyorlaginglar kelsa, nima qilsam ekan deb voydod, qaynanam, qo'shnim, opacha, ukkacha demaysizlar deb shunday olasizlar, chiqarasizlar va xohlagan taominglarni skaner qilib retseptini ko'rib tayyorlaysizlar. Bunaqasi faqat bizada, esdan chiqarmanglar.